Endi gaplashib bo'ldim. Do'stlar. Nima deb o'ylayapsizlar hozir? Короче, do'stlar, men hozir shartnoma tuzdim, hozir ketishdi. Короче, mana shu zonada уже qurilyapti. Mana eshiklar tam hozir ko'rsam nima borligini. Короче, sekin qurilyapti. O'shalar hamkorlik qildim. Pul yetmayotgan ekan, o'shanga ozgincha qo'shdim do'stlar. Короче, bu yerdan kiramiz. Короче, mana birinchi komnata bu. Bu yerda har xil magazinlar, keyin Mamutda lisitsiya qilishar ekan, ko'rdinglarmi shu? Endi uch kurs beraman sizlarga. Ay. Sal qoldi. Sal qoldi. Mashaqa, короче, tushib ketmaslik uchun endi. Endi men bunaqalardan emasman, tushib ketmaydiganlardan. Короче, sekin bu yerdan tushishga harakat qilib. Ay. Qo'yam. Короче, mana shunaqa bo'ldi. Birinchi xona mana shunaqa bo'ldi. Harakat qilamiz endi. Endi pul bor, puldan anaqa yo'q. O'shanga mana shunaqa hozir qanaqadir resurslar berishdi. Uchamiz. Короче, mana shunaqa bo'ldi. Yana menga uchadigan shunaqa narsa berishdi. Bemalol ucha olaman do'stlar. Короче, tushunyapsizlarmi? Tushungan bo'lsanglar zo'r bo'lardi. Mana shunaqa arena, men buni qanaqadir boksovskiy ring yoki shunaqa narsa deb o'ylasam, kelishdi, unga taqalatishdi. Administrator aytdi menga, sizga kelishdi debdi. Hop, gaplashamiz, mayli dedim. Endi пока что hali meni ham tayyor bo'lgani yo'q do'stlar. Pastda xona bilmayman u qanchada tayyor bo'ladi do'stlar, lekin uni qurish vashi dahshat qiyin bo'lyapti. Mana bu unchalik qiyin ham bo'lmagandi-da. Mana maza qilib o'tirasiz-da, короче, yotsangiz ham bo'ladi bunda. Yotsangiz ham bo'ladi, короче, aytdim. Buni sizlarga marta. Lekin mana buni qurish vashi dahshat qiyin bo'lyapti do'stlar. Endi harakat qilaman. Ustal olib kelib qildirishga do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, yana продолжениесі chiqadi. Mana shu videoni yana qo'shaman o'sha tayyor bo'lgandan keyin. Chaki dila qilaman, короче. Hozir men ishlashim kerak, yangi video chiqarishim kerak do'stlar. Yangi video. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan ko'rishamiz.